Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Namangan viloyatidamiz. Bu yerda mana Agrokontinent firmasining Agrobest savdo belgisi ostida sotilayotgan Griezmann F1 gibrid tarvuzini dalasidamiz. Mana 1 gektarlik dala. Hammasi Griezmann ekishgan. Shu 1-2 kuni bor ekan hali uzilishga. Shunga tayyorgarlik qilishyapti mana hozir. Общий hisobda shu 6000 tacha tarvuz ekilgan. Shu yerga hozir shu tarvuzlarni ko'rgani keldik. Mana o'sha o'zimiz aytib o'tganimizdek, palagi, tarvuzi kattaligi bilan shu o'zini boshqa tarvuzdan ajralib turishi ko'p aytamiz. Fishkasi boshqa tarvuzdan ajralib turadigan fishkalardan bittasi aytib o'tib ketamiz. Shu har doim buni sotayotganda ham urug'ini aytib o'tamiz. Shu paligini juda qalinligi, shu o'zini o'zi qoplashi, quyoshlardan himoya qilishi bilan ajralib turadi. Ham kasalligiga yaxshi bardoshliligi bilan ajraladi. Mana tarvuz o'zini ko'rinishi 10 kilodan 16 kilogacha. Mana hozir men bu yerda yana bir ikkita dehqonlarning hozir ma'lumotini oldik. 20 kilodan ham ziyod bo'lgan joylari bor. Mana hozir dehqonlar bilan suhbat qilamiz. Mana agronomimiz vaqtida kelganlar. Tez kunlarda bu videolar YouTube kanalida ham e'lon qilinadi. Shu Umid.uz kanallaridan kuzatsanglar bo'ladi. Shu yerda Xudo xolasa e'lon qilamiz. Videolarni batafsil ko'rsatib boramiz. Mana bir 20 kilo, 25 kilo atrofidagi tarvuz chiqartirdi dehqonimiz. Buni ham ko'ramiz. Video davomida o'sha so'yib, ichlarini qizilligi, to'rlari, qalinligi, po'stini agar ijozini topsa to'g'riga yozib ko'ramiz. Dehqonlar batafsil hozir ma'lumotlarni bilib olamiz. Aprel oyida ko'chatlar yerga ekilgan. Podplyonkaga ekilgan mana. Plyonka ostida ekilgan. Birinchi yil ekishlar ekan Griezmannni. Undan oldin o'sha yarim kilolik pakovkali tarvuzdan ekkanlar dehqon. Nima deymiz? Juda chiroyli bo'lgan. Mana o'zlariga ham yoqyapti tarvuzlar mana. Bular hali ikkinchi uzumga ketadigan tarvuz. Birinchi uzumga chiqadigan tarvuzlari 1-2 kunda uzaman deyaptilar. Hozir batafsil mana intervyu qilyapti. Ko'tarib chiqayotgan tarvuzlari. Shunaqa. Griezmann. Dalada o'zi shunday bo'ladi. O'rtasalar chiqadi. Yo'q katta, ikkita emas, katta. Qor. Qani katta gaz qilib beraymi? Urug'ini miqdorini ham qaranglar, e'tibor beringlar. Mana hozir mana nimalarga e'tibor beramiz? Hali biz sinov paytlarida boshqada mana buni hali ichki tuzilmasi deydi-yu. Mana qaranglar. Mana o'g'itni noto'g'ri berganimizda, azot o'g'itga biz agarcha ko'p kuch berib yorganimizda, mana bitta ikkita mana bor-ku, mana mashinalarda ko'payardi. Tomirlar ko'payardi. Ko'payardi. Mana buni bu yog'idan, uni u yog'idan ko'ringlar mana. Tomirlarimiz ja unaqa emas.
Ha, buni tomiri borligi sabab biz yaqinda suv qo'ygan edik. Yo, u suv emas. Yo, azotli o'g'it ko'p bo'lganda tomiri ko'p bo'lardi. Endi bu tomiri bo'ladi, lekin hozir unaqa narsa darajada emas-da. Endi bitta narsam mana qaranglar-da. Hozir men bundoq kesmay shuni. Kesamiz. Mana bu yoqda mana bitta yorug'i ko'rdim-da. Yorug'i ko'rdim. Biz xiyol suvni, bu oxirgi suvni ko'proq ekamiz.